суверенного Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана. Ничего суверенного в этой новой модели существовать не может. Yana bir rus faylasufi suveren O'zbekistonning mavjudligini qabul qilib bo'lmaydi deya tahdid qilmoqda. Rossiya faylasuflaridan biri hamda o'zini juda aqlli deb hisoblovchi Aleksandr Dugin ismli shaxs rus dunyosi mafkurasining asosiy me'mori hamda Kremlga yaqin faylasuf sobiq SSR tarkibida bo'lgan mamlakatlar, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari suverenitetini inkor qildi. Uning fikricha, bu respublikalarni Rossiya nazoratga olishi kerak. Uning so'zlariga ko'ra esa suveren Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning mavjudligini qabul qilib bo'lmaydi. Yangi voqelik modelida hech qanday suverenitetga o'rin yo'q. Ular yoki bizning lagerimizda yagona ittifoqimiz tarkibida bo'ladi yoki G'arb, Yevropa ittifoqi Amerika uchun, ayrim holatlarda esa Xitoy uchun tayanch maydonga aylanadi degan u. Shu gaplari yetmagandek qo'shimchasiga Dugin uch qutbli dunyo haqidagi qarashlarini takrorlab, Rossiyani AQSh hamda Xitoy qatorida sanadi. Faylasuf Moskvaga bunday sharoitda eng muhim kuch markazlaridan biriga aylanishi uchun Markaziy Osiyo hamda Kavkaz davlatlarini nazorat qilishi kerakligini bildirib o'tdi. Наша цель стать в этом трехполюсном мире важнейшим центром силы, суверенным, свободным, независимым, огромным, и все территории, которые мы не поставим под свой контроль. Bizning maqsadimiz uch qutbli dunyoda eng muhim kuch markazlaridan biriga aylanish. Suveren, erkin, mustaqil va ulkan davlat bo'lish. Biz nazoratga olmagan barcha hududlar neytral bo'lib qolmaydi. Ya'ni tinch va osoyishta Shveysariyalarga aylanmaydi. Aksincha, ular boshqa qutblarning eng avvalo AQSh boshchiligidagi yanada mojaroli qutbning tayanch nuqtasiga aylanadi degan u. Solovyovga-ku tupurib qo'yish yetarli deyilgandi. Lekin endi bu holat ko'p bora ochiqchasiga qilinmoqda. Endi jim turib bo'lmaydi. Bu bo'yicha Tashqi ishlar vazirligi to'liq bayonot berishi va Rossiya elchisiga rasmiy nota topshirishi kerak.